3 ta yuragi bo'ladi. Assalomu alaykum. Bugun axtapotlar, sakkizoyoqlar haqida 5 ta faktni o'qib qoldim. Birinchi fakt: ularning 3 ta yuragi bo'ladi. 2 ta yuragi ularning tanaga nafas olish uchun, qon haydash uchun ishlasa, asosiy bitta yurak esa butun tana uchun ishlaydi. Eng qiziqarlisi, ular chuqur suvda suzganda asosiy yurak to'xtab qoladi. Shuning uchun ular uzoq suzishni yoqtirishmaydi. Ikkinchi fakt: ularning qoni ko'k rangda bo'lar ekan. Ya'ni ular chuqur sovuq suvda suzganda kislorod biznikidan yaxshiroq tashish uchun. Uchinchi fakt: ularning 9 ta miyasi bo'ladi. Asosiy miya ularning boshida joylashgan, qolgan 8 ta ularning qo'llarida. To'rtinchi fakt: ular ranglarni ko'ra olishmaydi, farqlay olishmaydi, ammo millisoniyada o'zlarining rangini o'zgartira olish xususiyatiga ega. Qanaqa qilib deysizmi? Terisiga, ko'zga o'xshash maxsus hujayralar joylashgan. 5-chi va oxirgi fakt: eng achinarlisi, shunaqa xususiyatlari bo'lgan bilan ular atigi 1 yoki 2 yil yashay olishadi. Ular tuxum qo'ygach, ona sakkizoyoqlar o'zlari ovqat yemay, faqat bolalarni qo'riqlash ekan. Afsuski, farzandlar tug'ilgach, ular uzoq yashashmaydi. Sizlarni qaysi fakt qiziqtirdi? Meni esa ular farzandlari uchun ovqat yemay, tuxumlar qo'riqlagani juda ham qiziqarli va achinarli bo'ldi.